Alabuqa yaman alıştayım. Sizga qayер udobni? Sharshiga olib kelasiz. Qayер biz udobni bo'lsa? Qanday qilamiz, Jantura? Bo'ldi, gap. Nima, Rustam aka? Erteng menen $500 kotoring. Men ko'taraman. Ova. $500 9dan 10gacha ko'taraman. Bank ochilsin bo'ldi. Kotoring. O'skan aka. Men da sizga sherik bo'lam, o'koz o'sha Alabuqaga barsak, Alabuqa postga aparabız. O'tkazib beramiz. O'sha yerdan biroq Rustam aka, eshiting. Postdan ber jaqqa siz o'tasiz. Atni ko'rasiz. Aha. Atni ko'rib, at ma'qul kelsa olasiz, biz o'tkazib beramiz. Bo'ldi, ish bitadi, kelaveramiz. Bundayda, hammamiz musulmon insonlarmizda, ko'cha arilib yurgan erkakmiz-ku, to'g'rimi? Ova. Men ham Qirg'izistondan ot olib keldi degandek qilib beringlar, bo'ldi, menga masala yo'q pulida. Bu yerda hech qanday masala yo'q. Siz menga jana chalib turib, Jantura ukam baraka qilib ber dedingiz. Bu yoqda chigal masala yo'q o'zi. Hozir bu yerda o'kongorlar o'kongor bir-biringizga go'nsongor, prямо tamoshniga boradi, ot o'tadi, bo'ldi, aqchanglarni kelishib ishinglar bitadi. O'shqanaqa soat 9:10lar atrofida men sizga $500 ko'taraman ertaga. Mayli, nonday olib yurganda, Rustam aka. Haligi O'zbekistonga ot sotamanmi? WhatsApp? Ot sotaman O'zbekistonga. Ha. O'shanda ular aqchasini polni o'tirib, men o'sha o'zlarim yoqdan ballar borda aytgan, granitsaga yetkirib qo'ydi. Aytgan maqsadına, granitsasına sal verem. O'zlari olib ketyapti-da nari. Granitsani pulini o'zim beraman, o'shqanaqa, siz uni olsangiz. O'shada bez problemadan oldinday. Problema bo'lib, sizga ko'zi olmanda o'zim talash bo'lgan masala. Siz otni ortib keling, men sizga aqchangizni beraman, granitsan xarajatini o'zim qilaman. Bo'ldi, unda hozir yo'lga chiqishingiz kerak bo'ldi. Ertaga men soat 9:10ga granitsaga borib qolsam, ot o'tkazib kelaveradilar-da. Men birinchi sizga $500 ko'tarishim kerak ertaga. Yo'q, ertaga men 9 o'sha yerda bo'lsam, o'sha banka o'tirsangiz, o'sha yerdan chechib olib chiqaverasiz beri. Siz ertaga meni qo'tarsangiz, ana biz yo'lga chiqsak, daha bir sutka kech qoladi. Rustam aka, O'skan aka to'g'ri aytadi. Значит, tuni biz chiqib ketamiz, tong atqanga borib qolamiz postga. Siz da tuni chiqib ketsangiz, erta menen sari qo'tarib qo'yaverasiz aqchani. Siz boshqa oblasdan pul ola olmaysiz-ku bu aqchani ko'tarsam. Olaveraman, Liboy banka sasangiz olaveraman. Bu adres bo'yicha boradi-ku. Yo'q, olaveradi. Bo'ladimi olsa? Bo'laveradi ava. Voy. Yerda bank yo'q bu, Rustam aka. Bizlarda bermaydi boshqa oblasda. Yo'q, bank bormi, bank. O'skan aka, qayoqda bankda aytasiz-da? Bank yo'q. Aljoqda yo'q-da. Bunday qilg'ila. Rustam aka, erta men turib o'sha aytgan $500'ingizni qo'taring. O'skan aka bu yoqdan yo'lga chiqsin. Biroq siz tuni men kelaversangiz dele bo'ladi-da postga. O'skan aka da vaqtini qarab ko'radi. Esli что bulda tuni chiqib ketadi. Menga yemenning ertaga pul chiqartam borki, erta olib kelish shart emas. Indin kuniga olib ketayim mayli. Jantura. Bo'ldi, sen o'tiring, bizga biroz aqcha kerak bo'ladi, to'yga ishlashim kerak bo'ldi. Bo'lsa men hozir bunday tayyor odam bor. Men ertasiga $500 berib ertaga otni olib keling demayapman. Xohlasangiz vaqtingiz bilan olib kelib bering aka. Bo'ldi. Yo'q, Mali baraka qondan otsizligida aka, men tezroq omonat yetkazib beraman sizga. Ana aqchani olsam bu yoqda ishlashim kerak. Xudoga ishonaman aka, bu ishonmasam risk qilmayman boshqa deyman. Rustam aka. Yo'q, O'skan aka. Men o'xsanglar, anda nima bo'lib ketdi? Ertang granitsaga borish shart emas ekan. Erta menen Rustam aka $500 qo'taraversin, anan keyin granitsadan anan sulashaverasizlar. Men ertaga otib tashlab ketishyapti emas. Bo'ldi. Shunday qilaylar. Bir kun O'skan aka, bir kun sabr qilib turing aka.
Men bu gün bozorga aşım керек деп piyatnisa endi juma bozor bor bizde. O'tgan akam, aytyapman, vaqtingizga qarang. Xola erta olib kel, xola indin olib kel. Uni menga qizig'i yo'q. Men ertalab sizga $500 ko'taraman. Aha. Manga onu ali akça zarq bo'lib qo'y. Bu gün ali to'y qildim men. Ha, sizga ertaga borib olish kerak-da, to'g'rimi? Men siz hozir pul bersangiz, men ertaga granisa olib borsam pul bersangiz, bu günü piyatnisa juma bizde bozorda. O'sha yerdan 20 ta qo'ya olishim kerak men. Ana. Ha, unday bo'lsa ertaga chiqar ekanmiz yo'lga. O'shani aytyapman, men o'sha zarq bo'ldi. Yo'q, ukam, senga ishonaman desangiz, aqchani qo'tarib bering. Otni bog'ib beramiz sizga qachon ertangi bir kuni, naqd kuning bo'lsa ham. Просто men piyatnisa kuni qo'ya olishim kerak bo'ldi, zarq bo'ldi. Mına üçevizdin голосовойду men neme qilib o'tam? Tartib o'tam, men YouTube'ga жүктейм mına. Hamma ko'radi buni. Aynen. O'sha problem bo'lmayapsan aka? Sizga bo'lmasa erta qancha ko'taray men? Shuni ayting. Menga yo'q deganda 200 ming so'm pul bering-da, men bir kuni qo'ya olib turaman, ana otangizni yetkazib berib pulni beraverasiz bana. Yo, menga dollarga chaqirib ayting-da, men bilmayman-da qanchaligini. Dollar 84. Dollar bizde 84'ten mi? 84 je 83 yarımda. 170 ming. Ha, yoqda 2000 ko'tarsam bo'lar ekan-da. Hozir aka bilan o'yladim. 2000 qancha bo'lyapti-da? 330 ming qolyapti yana. 170 ming 2000 dollar bo'lyapti. 400 dollar o'tirsangiz 2400 mi? 2400 dollar o'tirsangiz 201 ming so'm bo'lib o'tgan. O'sha bo'lib o'tgan aka. Qolganini aparganda. 2,5 o'tirib qo'ying, 2,5 ming. Aha. Qalanni o'sha ot topar beramiz, o'sha yerdan beraverasiz aka. Mana süleşdiңер. Shunday qilaylik. Qarang. Qachon granitsada? Yaqin kungami? Qachon ertagami? Piyatnisa kuni ertamen yetkazib bergan. Subota kuni yetkazib bergan harakat qilaman. Bo'lsa birinchi kuni so'z yetkazib beraman aka. Subota kuni Subota abitdan keyin post o'tkazmaydi-da. Onda birinchi kuni yetkazib beraman. Piyatnisa kuni bozorga borsam, subota bozor bo'lsa, birinchi kuni ertamen yetkazib beraman, bo'ladimi? Birinchi kuni qaysi kun? Ponedelik ishlaydi. Ponedelik, tushunma. O ham ma'qul, menga farqi yo'q. Bo'ldi, razısыңarmı, bütdimi? Hozir piyatnisa, subota, bozor 3-4 kun ma'lum beradi. Özkan aka, bo'ldi qiladi. Ke. Ezberdiңер shuni. Mayli aka, rost bo'lsa, rozi bo'lsangiz bo'ldi. Aka, men ham operingga, apartamenga. Jontura? Shu 3300 bilan postga keladi, ha? 3300 bilan postga boradi. Özkan akaga 3200 qoladi. Özkan aka 100 dollarni rasxod qilib boradi. Toza 3200 qoladi. Mına uşul öküңөрдүн сүйлөшкөнүңөрдү men YouTube'ga çıgaram. Biri-biriңерди aldasaңар, biriң африс болосуңар, короче. Sizga qo'lingizga beraman aka, ot Bo'ldi. Allah razı olsun. Aka ol, жүрө bergilе. Давай. Mustafa aka. Allah. O'sha yerda uchrashamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, nasib. Mayli aka. Mayli bo'pti, давай.